balki hayotimda shu narsa bo'lishi kerak ekanki, meni shu darajada ochilib rivojlanishimga shu voqealar sababchi bo'lgan deb o'ylayman. Eng qizig'i o'sha yordam bergan insonlar hammasi yo'q joydan Alloh uyiga borishdi. Alloh hammasidan rozi bo'lsin. Shu mo'jizalarni onamga ko'rsatish maqsadidaman. Butun dunyoni ko'rsatsam deyman. To'rtalasi, to'rtta xarakter. Farzandlarim otasiga men hech qachon yomonlik tilamaganman shu paytgacha. Atrofdagilariga insof so'rayman har doim. Farzandlarim otasiga Allohimdan mukammal shifo so'rayman. Chunki baribir u bolalarim otasi. Ho yaxshi bo'lsin, ho yomon bo'lsin. Yana kelsanglar, o'zim uyimda, shaharda, domda mehmon qilaman. Bo'lsa bizga kelinglar. Adres aytmayman. Tugatib qo'ysanglar, o'rik bo'lmay qolishi mumkin-da, yetsam. Unda qizg'anchiq emasman, kelinglar, mehmon qilaman. Duo qiling, men ham egizak tug'ay deb oldimga xursand bo'lib kelganlarga aytaman. Menga bu duo xuddi birovni qarg'ab o'rgandek tuyuladi deyman. 4 ta bolani katta qilish o'ziga yarasha mashaqqat va baxt. Haji. Nima deydi? Haji. Haji. Ke qizim. Voy. 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 Meni bir dona ichamda bu. Azal qizim. Ko'proq hovlida o'ynashadi. Ba'zida shunaqa magazinlarga olib chiqib, shularni xursand qilaman. Baribir arzimagan narsa-yu, bolalar shundan xursand bo'ladi. O'g'limizga maktab tanladingizmi? Yaxshisini topolmayapman. Hali ham tanlamadingmi? Men tanladim. Nima? Registon maktabi imkoniyatning zo'ri. Registon maktabi. Alloh xohlasa, hech qaysi banda qaytara olmaydi deb kaptarlar borda. Endi borsangiz, Xudo xolasa Alloh chaqirib ko'rasizda erta shunaqa chiroyli joylar ta'riflashga ilojisi telefonda, televizorda unchalik bilinmaydi. Shunaqa zo'r joylar, Ravzani Masjidi Nabaviyga kirsangiz, Ravzani hidi sizni shunaqa yuragingizda qolib ketadi. Sog'inasiz uni. Mana hozir o'tirib his qilib sog'inib turibman-da. Shu hozir bo'lsa, hozir ham ketaman-da. O'sha joylarda farzandlarim yuribdi-da. Kaptarlari o'ynab, boshqa maza qilib yuribdi. O'shalarni videoga olib keyin Telegramimga, Instagramlarimga joylab maza qilib keldik. Keyin esa men xulosa chiqardimki, bugurini go'rta o'g'illarga. Labbayk Allohumma labbayk. Labbayk la salika labbayk illa hamda valimata laka mut la salika lak. Keyin mahallaga murojaat qildim. Qonuniy ravishda ajrimga beraman deb. Sababi yuragimdan o'tib ketdi bu narsa. Keyin esa mahalla faollari bularga kelishib, shunaqa ayolingiz ajrimga bermoqchi deganlarida bular ajrim qilmayman, ajrashmayman degan vajlarni keltirishgan. Shu bilan hali yana bu mavzuga hali taqalganimiz yo'q, lekin Allohga shukr qilamanki, shuncha hayotimda narsa bo'lsa ham, shuncha vaziyatlar bo'lsa ham, farzandlarim tinch, men tinch, balki hayotimda shu narsa bo'lishi kerak ekanki, meni shu darajada ochilib rivojlanishimga shu voqealar sababchi bo'lgan deb o'ylayman. Agarda bu voqealar bo'lmaganda men oddiy bir qishlog'i, oddiy bir kelini sifatida hech qanaqa talentimni ko'rsata olmay, ani ko'rinmas qafas ichida tutab turgan cho'q kabi yashab yurgan bo'lardim. Shu farzandlarim boya aytganimdek, rizq Allohdan avvalo. Allohimga behisob shukr. Hech qachon yo'q bo'lib qolmaganman. Allohim har taraflama farzandlarimga kerak bo'lgan joyda rizqlantiradi. Men o'sha yangi o'sha depressiyaga tushgan paytimda oilam unaqa valakida bo'lib turgan paytda ko'pchilik menga yordam berdi. Kasha borasida ham, pampers borasida ham ko'p insonlar meni yodimda qoldi. O'sha insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Eng qizig'i o'sha yordam bergan insonlar hammasi yo'q joydan Alloh uyiga borishdi. Men o'zlari ham menga telefon qilgan joylari bo'ldi. Telefon qilib, men hech qachon kutmagandim bu narsani, Allohim dargohiga keldim. Balki sizga qilgan yaxshiliklarimni, ozgina bo'lgan yaxshiliklarimni Alloh bildi shekilli. Men shu joylarda yuribman degan insonlar bo'ldi. Alloh barchasidan rozi bo'lsin. Endi hozirgi kunda bolalarim xususiy bog'chaga borishadi. Kattalarim 3 yoshda, kichkinalarim 2 yoshda. Davlat bog'chalari bor, 3 yoshdan qabul qilishadi. Lekin kattalarim 3 yoshga kirgan bo'lsa ham, to'rtalasi bitta bog'chaga borsin degan maqsadda hali davlat bog'chasiga olmaganman.
niyatim ham yo'q, chunki hozirgi borayotgan bog'cha juda ham yaxshi. Bolalarimga bilim berishi, til o'rgatish darajasi juda ham yaxshi. Mana Instagramda agar kuzatsanglar, ko'p emas-u, bir oz-ozdan qo'yib turaman. Telegram kanallarimga qo'yib turaman farzandlarimni ko'p dars jarayonlarini. Bog'chasi to'rtalasiga oyiga bog'chasini o'zini puli salkam 3 million. Bu qishloq sharoitida katta pul, chunki kimdir shu pulga bir oy ishlaydi. Men farzandlarim bog'chasiga to'layman, chunki bizda kelajak farzandlarimni hozirdan men bilimiga, nima deydi, motorikalari bilan ishlash tizimiga qaramasam, kelajakda ular qayerdadir to'qinishi mumkin-da. Biz shunaqa tarbiya olganmiz, shunaqa katta bo'lganimiz uchun ham farzandlarimizni ham kichkina davridan qaragimiz, bilimiga ahamiyat bergimiz keladi. Shuning uchun qimmat bo'lsa ham o'sha bog'chani bilimi yaxshi deb o'sha bog'chaga berganman. Allohga shukr, hozirdan sanashni, 3 xil tilda sanashni bilishadi. Hayvonlar nomini 3 xil tilda bilishadi. Nima qiladi desangiz, 2 yoshlik ham, 3 yoshlik ham adashmasdan hayvonlari qanaqa qilishlarigacha aytib berishadi. Allohga behisob shukr, yomon emas. Endi kiyim-kechaklari, boshqa rasxodlariga o'pshi hisoblaydigan bo'lsak, menimcha bir farzandlarim o'ziga bir 10 million ketsa kerak oyiga. Endi har oy ham kiyintiravermaysiz. Kiyim-kechaklar bilan agar hisoblayman desangiz, har oy 10 million ketadi. Bog'chasini o'zi 3 million, undan tashqari yeb-ichishi bor. Bir yeb-ichishiga bir 3-4 million baribir oyiga ketadi ular. Pampersi bor orasida. Kiyim-kechaklariga bir 3 million, 4 million ketsa, shu jami 10 million bo'ladi. Onam bilan hozir bir o'zim shu onamga rahmat aytaman, yonimda turib beradilar-da, chunki bitta o'zim eplay olmayman. Shuncha bolani hozir shundoq qo'ysangiz to'rt tarafga chopadigan payti. Onam ertalab ishga ketayotganlarida mashina haydaydilar, Spark rusumli Sparklarga solib bog'chaga olib boradilar, qaytishda olib keladilar. Men ungacha kuni bilan ishlarimni qilib, videolarimni olib, Toshkentga borib kelib, shu orada nima deydi, harakatim qilaman. Ba'zida kela olmagan paytlarim onam, opacham qarab turadilar farzandlarimga. Alloh hammasidan rozi bo'lsin. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin deyman, lekin kelajakda ham nima deydi, onam orzulari bisyorda, sayohatni yaxshi ko'radilar. Chunki Allohim hadisda keltirilgan sayohat qilinglar, men yaratgan mo'jizalarni ko'ringlar degan. O'sha mo'jizalarni onamga ko'rsatish maqsadidaman. Butun dunyoni ko'rsatsam deyman. Allohim shu darajada yetkazsin, men onamni shunaqa Alloh yaratgan mo'jizalarni ko'rsatish xohlayman-da, shunaqa rozi qilmoqchiman. Endi onam samolyotga chiqmagandilar shu paytgacha. Samolyotga chiqarmikinman degan narsa biz miyamizda qolib ketganda, yosh bolasizga o'qiyotgan paytimiz, voy samolyotni qarada, mana shu yerdan samolyot o'tsa, voy men ham chiqarmikinman derdilar. O'sha samolyotga chiqishlariga men sababchi bo'lganman. Shundan juda ham xursandman. Ming marta rahmat. Ona baribir ko'rasiz shu narsani. Men sizni o'zingizga ayta olmasam ham sizni juda ham yaxshi ko'raman. Yonimda turib berganingiz uchun rahmat. Opa-singillarimga yonimda turib berganinglar uchun rahmat. Sizlar bo'lganinglar uchun, atrofimda partesh qilganinglar uchun men shu darajaga yetdim. Odamlar nima desa desin, sizni bergan tarbiya, sizni ko'rsatgan to'g'ri yo'lingiz meni hayotimda katta yutuqlarga erishishga, hayotni to'g'ri yashashga, halol yashashga o'rgatdi. Bu uchun sizga kattakon rahmat aytaman. Farzandlarim ismlari kattalari Usmon, Imron, buni baribir er-xotin o'zimiz tanlaganmiz. Ikkinchilariniki Muhammad, Amina qaynatam qo'yganlar. Buning uchun ularga rahmat aytaman yana bir marta. Sababi bu ismlarni fazilati bor-da baribir. Chetdan ko'rgan inson bilmasligi mumkin. Haqiqatda bu ismlar o'zini barakasi, o'zini fazilatlari bor ekan. Shuning uchun bu ismlarni qo'yishga sababchi bo'lgan insonlar uchun rahmat. Farzandlarim to'rtalasi to'rtta xarakter, egizak bo'lsa ham bir-biriga o'xshamaydi. To'rtta xarakter deganim qanaqa? Usmonim bor, juda ham fikrlovchan. Bitta gap gapirasiz, uni ilib qoladi-da. Mana 3 kun, 4 kundan keyin ham o'sha gapingizni sizga qaytarib berish mumkin. Juda ham miyalik, aqlli bola. Gapirsangiz, gapingizga xo'p deb kiradi. Sho'xligi ham bor baribir. Sho'xu, lekin meni ko'zimga qarab turadi. Onam nima deyapti ekan, xursandmi, xafami deb ko'zimga qarab turadi. Mana konsert paytlari uzoqqa ketsam ham uydagilar aytishadi, Usmon juda ham bir mung'ayib,
qoladi, baribir ona boshqada. Sen kelganingdan keyin xursand bu ko'zi chaqnaydi farzandingni deydi. Usmonim shunaqa aqlli, juda yosh bo'lishiga qaramasdan xarakteri shunaqa. Imron bo'lsa, u tug'ilgandan men xarakterini bilganman, даже qornimdayoq qanaqa xarakterga ega bo'lishini, sababi yerga ursangiz osmonga sapchiydigan bola. Raddomda ham endi oldimga olib kelib berganda qop-qora yuzi to'la tuk bilan tug'ilgan, ko'zlari dumaloq, basharamga qarab deb turgan, o'sha bilaman. Qanaqa xarakterdaligini bilardi. O'sha payt his qilganman. Adashmaganman va juda ham sho'x, juda ham nima deydi? O'zini aytganini qiladi. Siz mana o'rgatgan narsangizni biladi-da, yodlab oladi, lekin ayt desangiz yo'q deydi. Aytmaydi o'sha narsani. Xarakter, bu xarakter men o'zimda bo'lgan. Birov menga ishi buyursa o'sha narsani qilgim kelmasdi. Aytmasa qilardim. Birov aytsa o'sha narsani qilgim kelmasdi. O'sha xarakter Imronda bor. Xohlagan joyga chiqib ketadi. Devor deysizmi, daraxt deysizmi, qo'rqaman ko'p. Lekin chayir bola. Sho'x, qilma desangiz ham xo'p deydi, o'girilganingizda sirazi qiladi. Usmon unaqa emas. Imron egizagi shunaqa, har xil xarakterga ega. Ko'rinishi ham har xil, gavdalari ham, feslari ham, rangi ham даже har xil. Bittasi qora, bittasi oq. Muhammad Amina, Muhammad men ko'p bular dadalarga o'xshataman. Jim yuradi, kam gap, sho'xlikka juda sho'x. Hozir kelsa ko'rasizlar, nima deydi? Katta odam bir pachoq qilib qo'yganga o'xshaydi, zarov erkakda, ko'z tegmasin. Sho'xlik bolalikka o'xshagan sho'x, qaysar u ham. Qizg'onchiq, meni qizg'onadi. Kichkina bo'lganligigami, akalariga nisbatan meni qizg'onadi. Yotsam ham yonimda iminni u yotish kerak. Hattoki sherigi, egizagi Ominaga ham даже bergisi kelmaydi. Shuning uchun ikkalasini o'rtamga, ikki chekkamga olib yotaman. Kattalarimga rahmim keladi, chunki ular ham bola hali, lekin biz bilan yoting deydi, lekin men majburman. Kichkinalar sal qaysarroq, kattalari gapga tushungani uchun kichkinalarni oldida uxlaguncha yotib, keyin kattalarini tomosha qilib, yuzlaridan o'pib, silab, bir pasda katta bo'lib qolgan bolalarim deyman, chunki ular ham bolada hali birga kirmasdan ular akasi bo'lib qolgan. Ayniqsa Usmonim. O'zi hali bola, 3 ta ukasi bor. Shuning uchun nima deydi, baribir onaning mehri bo'linadi-da. Amina qizim bo'lsa, albatta u ham akalariga o'xshagan, sho'x, o'g'il bolaga o'xshatishadi. 3 ta akaning ichida bu ham sho'x bo'ladi deydi, lekin baribir o'g'il bolaga nisbatan qiz bolani xarakterlari baribir qiz bolacha nozik bo'lar ekan. Bir xilda voy deb ana qilib qo'yadi, uyalib qo'yadi. Gapirsam xafa bo'lib qo'yadi, mana qilib nozlanib, qarab sizga ko'zlarini suzib qo'yadi. Qarab kulaman. Baribir qiz bola onasiga, ota-onasiga baribir mehribonroq, lekin gapingizga o'g'il bolaga nisbatan kiradi-da. Ming sho'x bo'lishiga qaramasdan baribir qiz bola o'g'il bolaga nisbatan ota-onasining yonida gapiga kirib turar ekan yoshligidan. O'g'il bola endi ko'chaniki sho'x, shaddod ular ko'chaga chiqsa bo'ldi va qichu. Mana ko'chaga olib chiqishga qo'rqaman. Ko'chaga olib chiqsam, to'rtta qo'shnim dorizasi bo'lsa kirib ketadi. Qichu, u yoqda iti bormi, kuchuk bormi, mushuk bormi? Chuvalashib chiqadi-da. Hayvonlarni yaxshi ko'radi farzandlarim. Endi bizning hovlimizda hayvon yo'q. Qo'ni-qo'shnilarda qo'y, kuchuklar bo'lsa, shular orqasidan ketib qoladi. Men qo'rqaman. Baribir ular hayvon, bolaning farqiga bormaydi. Ularga zarar yetkazib qo'yishdan qo'rqaman. Shuning uchun orqasidan yugurib, "To'xtanglar!" deb yuguraman. Mahallada ko'rganlar kulishadi. "Voy, bola chaqangni bog'cha ochilib ketdimi?" deyshadi. Shunaqa bolalarim xarakteri. Lekin men Allohga behisob shukr deyman. Ona bo'lish, farzandlari ko'p bo'lish bu baxt. Allohim suyib, meni birdaniga shuncha ko'p bolani onasi qilib qo'ydi. Men o'ylamagandim, o'zi kech turmushga chiqdim deb o'ylayman. Endi O'zbekiston hududida 25 yosh kechroq yosh, lekin men o'ylayman, kech hozir kunda kech emas, o'qigan ishlagan odamga 25 yoshda turmushga chiqdim. Endi sinfdoshlarim, o'rtoqlarim hammasi turmushga chiqib ketib bo'lgan, hammasining ikkitadan, uchtadan bolalari bor edi. Men o'yladim, endi bolali bo'lamas ekan, 30 yoshgacha deb o'ylaganman. Yo'q, 26 yoshimda o'z qo'limda 4 ta bolam bor edi. Allohga shukr. Ona boshqacha ta'rifda bu. Men o'zim 4 ta bolani
hozirgi kunda yolg'iz qarayotgan bo'lsam, men onamning qadriga endi yetdim. Oson emas. Katta bo'lgan sari uni mas'uliyati oshib boradi, katta bo'lgan sari rasxodlari ham o'ziga yarasha bo'ladi. Endi bu yog'ini Allohdan yana kuch-quvvat so'rab, balki kelajagimiz yana yaxshi bo'lib ketar. Balki men hozir bir narsa deya olmayman. Balki Allohdan hamma narsa. Farzandlarim otasiga ham Alloh shifo berib, nima qilib ketar. Bu ham bir sinovda, ularga berilgan sinov. Har birimiz gunohkor bandamiz. Qaysidir qilayotgan xatolarimiz uchun ko'rsatayotgan kun balki jazo, balki bir sinov bo'lishi mumkin. O'sha narsani Allohga shukr qilib, tavba qilib, o'tqiza olsak sabr bilan bu bizning yutug'imiz. Alloh hamma narsani ajrini beradigan Alloh bizni haqiqiy hakamimiz degan bo'ladi. Endi farzandlarim otasiga men hech qachon yomonlik tilamaganman. Shu paytgacha atrofdagilariga insof so'rayman har doim. Men ularga ham yomonligim yo'q, faqat insof. Hamma narsa Allohdan. Kimnidir o'zgartirishim, kimnidir nimadir qilishim, lekin bandasini qo'ldan hech narsa kelmaydi. Farzandlarim otasiga Allohdan mukammal shifo so'rayman. Chunki baribir u bolalarim otasi. Ho yaxshi bo'lsin, ho yomon bo'lsin. Kelajakda bolalarim kimni farzandi desa baribir otasining nomi tilga olinadi. Otasini nomida, otasini himoyasida baribir shariat tarafdan ham baribir ota. Insof so'rayman hammasiga. Kelajakda balki birga bo'lib ketarmiz. Balki bitta oila bo'larmiz. U yog'ini bilmayman. Balki Allohim menga farzandlarimni o'zing epla olasan deb mana shu nimani berar balki. Kelajakda ham yana bilmayman nima bo'lishini, lekin men faqat yaxshilik tarafdoriman. Hech kimga yomonligim yo'q, balki shuning uchun ham Alloh dilingizligini ham biladi nimaligini. Shuning uchun menga Allohim o'zi baraka bersa kerak deb o'ylayman. Ko'pchilik havas qiladi. Hozir yozishadi, boshqa qilishadi, tanigan, bilgan, bilmaganlar havas qiladi. Baribir bu kungacha yetib kelish o'zi faqat sabr va shukrdan iborat. Siz sabr qilib shukr qilish o'rgangan kuningizdan Allohim sizga o'zi haqiqiy baxtni, haqiqiy barakani sizga o'zi ko'rsatib qo'yar ekan. Shu haqiqiy baxt shu shukr qilishda. Biz shunaqa uchastkada yashaymiz. Instagramda ko'rib, hamma bir ish qilmaydigan odamga o'xshatishadi, lekin ayol borki, har bir ayol ona borki, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar baribir ish qilasiz. Bolalarim mana hozir bog'chadan kelishadi. Ular kelguncha kerakli joylarga suvlar sepaman. Ko'p sepmayman, shu ertalab sepaman. Kelganda bolalarim suvga kechib, rosa suvni yaxshi ko'radi bolalarim. O'sha kiyimini raso qilmasligi uchun ertalabdan hovlilarni tozalab, chiroyli qilib qo'yaman. Yiqilsa ham bir kir bo'lmasligi uchun shlangida yuvib chiqaman-da yerlari, ana sementlari. Hozir mana endi qurib ketmasligi uchun ozgina hovliga suv sepib qo'yamiz. Chunki ertalab yuvib chiqqanman. Sizlarga sepib bormay. Aynan shu bolalar bilan kadrlayotgan syomkalar shu uyingizda bo'ladi. Ha, aynan shu uyimizda bo'ladi bolalar bilan. Endi boya aytganimdek o'zimning uyim bor, hozir ta'mirda. Ta'mir ishlari bitib qoldi endi. Parda, marda, lyustra taqish ishlari bilan bandman. Unga ham Instagramga chiqaraman, videolar olingan. Chunki men endi o'zimning sohamdan kelib chiqqan holatda ular tarafdan taklif bo'ladi. Men barter taravar qilib, ular reklamasini olaman. Uyimni chiroyli qilib bezash jarayonidamiz. Xudo xolasa yana kelsanglar o'zimning uyimda, shaharda, domda mehmon qilaman. Uy ham chiroyli bo'ladi. Endi farzandlarim yo'q, Begobod shahrida. Farzandlarim kelajagi uchun 3 o'g'il-ku. Bitta vatan tayyorda. Shu endi ko'p videolar bu uyda, bu xonadonda olinadi. Mana shu o'zimni katta bo'lgan yoshlikdan qizlik uyim deyiladi, qizlar iborasida. Shu daraxtlar dadam ekib ketgan bog'dek ko'rinadi. Kirgan odamlar, men Toshkentda aktrisalar chaqirsam, kirsam, "Hovlaring zo'r ekan" deydi. Hali unaqa to'laqonlik bitmagan, bitishga ulgurmagan. Zo'r ekan, maza ekan deyshadi. Chunki yashillik, salqinlik ko'pchilikka yoqadi. Shuning uchun hovli baribir boshqacha. Xudo xolasa kelajakda o'zimga ham, farzandlarimga ham hovli uylar olib yashash niyatidaman. Domlar endi baribir o'z deymizda zapas.
Farzandlarim uchun zapas. Kelajakda o'zim 3 o'g'illi bo'lganim bilan ham o'g'illarimni Allohdan so'rayman. Voyaga yetgunga qadar o'zini o'zi ta'minlaydigan haqiqiy erkak qilib tarbiyalash niyatidaman. Uylangunga qadar uyi, joyi, mashinasi bo'lishi maqsad qilib qo'yganman. O'zi xohlab, men podeshka qilmayman, men ularga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan shaxsman. To'g'ri yo'l ko'rsatib, tarbiyani to'g'ri beraman degan maqsadda Allohdan so'rayman. Uylangunga qadar har bir vatanlik bo'ladi. Har bir vataniga uylangan kuni shunday er-xotin olib kirib qo'yman. Chunki men to'g'ri maqsad qilishni o'rganganman. Farzandlarim bor. Kelajakda qaynona bo'lsa, meni xizmatimni qiladigan odam kerak emas. Men Allohim shunchalik kuch-quvvat bersinki, o'zimning xizmatimni o'zim qila oladigan darajada sog'lik bersin. Shunaqa. Keyin kelinim bilan xudo xolasa kelajakda aqlli, xushli kelinlarim, o'qimishli odam va o'qimishlikni tanlash kerak. O'qimishli kelinlarim bilan xudo xolasa farzandlarim baxtli yashab yurgan paytda men kelajakda sayr sayohatda yurgan bo'laman deyman. Chunki bir pila choy o'zim icha oladiganman. Noto'g'ri niyat qilmayman-da. Baxtli yashasin, maza qilsin, haqiqiy kelinlik, haqiqiy kuyovlik, yoshlik davrini maza qilib suradigan paytda men ularga qorabotir bo'lib turish xohlamayman, meni xizmatimni qil deb. Chunki kimdir 9 da turgisi keladi, kimdir 7 da, kimdir vaqtli turgisi keladi. Xohlagan payti er-xotin maza qilib turaversin, men ular tepasida turgim kelmaydi. Chunki qaynona bilan yashagan odam majburda xijolat bo'ladi. Voy 7 da turib sipirishim kerak, sipishim kerak degan narsa. O'shanaqa vaziyat qo'ymayman. O'zim sayr sayohatda yuraman, o'zlari alohida vatanlarida, uylarida haqiqiy mustaqil hayotga qo'yib yuboraman. Hovlimizda shunaqa daraxtlarni dadam rahmatli ekib ketganlar. O'tganlarda bu daraxtlar hali niholida, hozir mana katta bo'lib, meva solib, anaqa do'chalar qilinadi. Bizning tilda g'o'ra deydi, shevamizda. Maza qilib yeb yuraman farzandlarim bilan. Voy. Uzr so'rayman. Meni baribir hozir xonadonlar ko'rishi mumkin. Yeginglar kelsa, eringlarga aytinglar, bo'lmasa borib uylardan yeylasizlar ham bo'ptimi? Men shu yerdan yeyman, mana ona uyimdan. Bo'lmasa bizga kelinglar. Adres aytmayman. Tugatib qo'ysanglar, o'rik bo'lmay qolishi mumkin-da, yeytsam. Bunaqa qizg'anchiq emasman, kelinglar, mehmon qilaman. Farzandlarim juda ham sho'x bir-biridan. Hammasiga alohida koptok olib berganman. Mana 4 ta bo'lsa, 4talasiga bitta narsa olib bersangiz, o'sha bittani talashadi. 4talasiga 4 ta narsa olib bersangiz ham bittani talashadi. O'shancha koptoklar ko'p, qaysi birini xohlasa o'shani o'ynasin deb olib berganmiz. Ular mana agorodga otib tashlaydi o'yinchoqlarni, men bo'lsa yig'ib yuraman ularni. Ana yerdan boshlaymiz endi. Tarvuz deyishadi. Tarvuzni ham bilishadi hozirgi yoshlar. Biz paytimizda knopkali telefonni bunaqa qizil joyini bosishga qo'rqardik-da. Hozir 2 yoshli bolamga bersangiz, YouTube ko'radi, tarvuz nimaligini biladi. Bu deydi, tarvuzni deydi, rasmi deydi, prosta deydi, koptoga deydi. Tarvuz olib ber menga nima deydi, talablar qo'yishadi. Hozirgi zamonimizga yarasha yoshlar ham nima deydi, ulg'ayib juda o'zinikini o'tkazadi. Lekin xursand bo'laman. Sababi mustaqil fikrini ayta oldi. Xohishlarini menga bildira oladi. Shunga xursand bo'laman. Hamma farzandlari ham cheklab qo'yishi mumkin-da, ota-ona bilib bilmagan holatda. O'zini manfaat yo'lida katta qilib qo'yishi mumkin. Men to'g'ri yo'ldaman deb o'ylashadi. Lekin unaqa emas. Farzandlarga ham u nimasiga, vaziyatiga qarab fikrini bildirish imkonini berish kerak. U 2 yosh bo'lsin, 3 yosh bo'lsin, 1 yosh bo'lsin. Chunki farzand hozir rivojlanish, shakllanish jarayonida. Xudo xolasa, ko'pchiligi duosi bilan ko'p narsani gapirdim. Mana duo qilsanglar, farzandlarim eson-omon o'zim xohlagandek haqiqiy er yigitlar qilib, haqiqiy mard yigitlar qilib, aqlli, xushli qizlar qilib katta qilish niyatidaman. Shu farzandlarim xarakterdan hozir men o'ylayman, o'zlarining qiziqishlari bo'yicha. Hozir televizorda soldatlarni ko'rishadi. Nash soldat deb, endi rusiy zabon bog'chaga borishgani uchun, ruscha qo'shiqlar bilan Katyusha, bir balo degan ashulalar aytishadi. Menimcha shu Imran o'g'lim shu organ sohasida ketsa kerak. Chunki
men hali katta bo'lmasidan o'sha chaqaloqlik vaziyatidan Imran prokuror bo'ladi deganman. Lekin o'ziga men qo'yib beraman. Usmon o'g'lim esa shu madaniyat sohasida qiziqadi deb o'ylayman. Sababi televizorda o'yinlar, Shohruxxon, mana Hind aktyori Shohruxxonni o'yinlarini ko'rsatsam, o'sha qiliqlarini qilishga harakat qilib televizorga qarab o'ynaydi. Uni menimcha shu xarakterdan kelib chiqib media sohasiga qiziqsa kerak deb o'ylayman, lekin men qarshilik bildirmayman. Hammasini o'ziga yarasha hozirdan qiziqishlari bor. Baribir inson aqlan tanib borib, o'zi xohlagan yo'nalishiga tushib oladi. Bolalikda hamma har xil narsani orzu qilishi mumkin, lekin katta bo'lib aqlan tanigandan keyin o'zlari yo'nalishni tanlaydi. Men uning yo'nalishini tanlashga qarshi emasman, chunki o'zingiz yoqtirgan kasb da ishlasangiz siz charchamaysiz, siz ishga boryapman deb o'ylamaysiz-da. O'sha yoqtirgan narsangiz bilan kecha kunduz shug'ullansangiz ham charchamaysiz. U xohishlaringiz sizga o'zi moddiy daromad olib kelaveradi. O'shandan keyin ham ishingiz ham samarali bo'ladi, ham topish tutishingiz ham samarali bo'lib ketadi. Shuning uchun farzandlarim hech qachon kasbiga qarshilik qilmayman. Shu ikkita farzandimda qaysi yo'nalish ko'rganimni hozir sizlarga aytdim. Shu kichkina Imranim prokuror bo'lsa kerak, Usmonim media sohasiga qiziqqani bilan menimcha uni xarakteri og'ir bosiq, o'ylaydigan, o'ychan, u bir hokim bo'lib ketadi menimcha. Chunki onani qalbi baribir sezadi, unda boshqaruvchi layoqati juda kuchli. Ukalarini ham boshqarib, o'tir qil deb o'tiradi. Ani boshqaruvchi odam ko'p likildoq bo'lmaydi-yu, og'ir bosiq bo'ladi, hammani bir jamlaydi, fikrlaydi. Xuddi shunaqa xarakterda Usmonimda. Usmonim shunaqa hokim bo'ladi, bir katta bir shahar, tuman, balki viloyatdir, balki respublikadir. Hammasi Allohdan. Biz yaxshi niyat qiluvchi, duo qiluvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi ona vazifasida uni qo'llab-quvvatlayman. Muhammad Omina bo'lsa, hali ularga bir kasb o'ylab ham ko'rmaganman. Ularda hali nima deydi, bola sifatida, uka sifatida, chaqaloq sifatida ko'raman. Sababi katta egizaklarim borligi uchun ular men uchun hali ham kichkinalar chaqaloqdek ko'rinishadi. Ular ham kelajakda xohlagan kasb egalari bo'lishiga qo'llab-quvvatlayman ona sifatida. Chunki farzandlarim qiziqishi men uchun eng birinchi navbatda turadi. Ularning ruhiyatiga ta'sir qilishi boshqa, faqat mendan to'g'ri yo'l ko'rsatib, ularga to'g'ri maslahat berish. O'sha hammaga ma'lum va mashhur bo'lib ketgan qahramon ona mavzusi asosida chiqqan, tarqab ketgan videoyim xuddi shu yo'lakda olingan. Bu yoqda bu tepada turardi. Koleskalarni, dvaynyashka koleskalari haydab moshinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz deganda, chunki ikkita edi dedi, dvaynyashka koleska. Menmi yil oxirida ikkita tug'aman, yil boshida ikkita tug'aman, yil oxirida ikkita tug'aman deb hazilamiz, gapim hamma joyda tarqab ketgan. O'sha videoda ahamiyat bersanglar, mana bu yerda kran ham ishlab yotgan, motorlar ovozi bor edi. Shu keyin o'zim ham tayyorlanmagan, men paput olingan video bo'lganligi uchun koftalarim, cho'nchaklari yirtiq holatda ham bo'lgan. Kiyimimda ko'pchilik o'sha yerda yozishgan. Hozirgacha u aylanadi. U videoni olinganiga 2 yil bo'ldi. Chunki kichkina farzandlarim hali chaqaloq kalaskada yotishuvdi-da. Hozir kelsa ko'rasizlar, ular ham katta bir odamchalar bo'lib qolishgan. U video haligacha boshqa kanallarda aylanadi. Meni videolarim pastda qolib ketgan, agar kirib ko'rsanglar. Boshqa kanallarda ko'rib qolsam, ba'zida xursand bo'laman. Ba'zida kommentda yozilgan har xil farzandtalab ayollarni yozganini ko'rib, nima deydi, duo qilaman ichimda. Bular ham menga o'xshab ezak tug'sin-u, men uxlamagan kunlarda bular ham uxlamas. Chunki bu ham bir baxt. Endi hamma o'ziga yo'q narsaga qiziqadi-da. O'ziga yarasha mashaqqati bor. Duo qiling, men ham egizak tug'ay deb oldimga xursand bo'lib kelganlarga aytaman. Menga bu duo xuddi birovni qarg'ab o'rgandek tuyuladi deyman. Chunki haqiqatda egizaklari katta qilish, o'ziga yarasha mashaqqati bor. Bitta farzandli bo'ldi, opacham mana yaqinda qizchalik bo'ldilar. Unikiga mehmonga borsam, bitta farzandga 1000 ta odam ovorada qarab turaman. Bitta farzandni ham shunaqa katta qilasizlar, menga beringlar deb qo'limda ko'tarib qarab turaman-da. Menda shunaqa paytlarda ikkita o'tgan. Hozir o'sha payt Alloh menga shu darajada kuch ham bergan ekanda. Sabr qilganman shu ikkitaga. Ikkitani ketidan yana ikkita 4 taga deb o'ylab qolaman-da. Shunaqa qiyin vaziyatlardan o'tib ketganimdan, sabr bilan Alloh menga sabr berib o'tib ketganidan xursand bo'laman. Hozir
bitta bolani katta qilish ham o'ziga yarasha mashaqqat, ikkita bolani katta qilish ham o'ziga yarasha mashaqqat. Endi 4 ta bolani katta qilish o'ziga yarasha mashaqqat va baxt. Men hech qachon nima deydi, qiynaldim deb nolimayman. Alloh o'ziga yarasha kuch, sabr, toqat beradi. Mana shu videoyim tarqagandan keyin men tan olishim kerak, farzandlarim meni mashhur qilgan. O'sha videodan keyin men ko'p imkoniyat eshiklari menga ochilgan. Allohga behisob shukr, farzandlarim barakasi bilan tug'ilgan. Qalaysiz? Salom. Assalom. Mehmonlar vaqtida mehmonlar baqib keldi. Baqacha daqqa mehmonlar akalar. Yuringlar. Gulzorga chiqamiz. Dalachida. Qani qo'llarimizni ushlaymiz. Ke, qo'lingni ushla. Dalacha o'ynaymiz. Imron ke, Muhammad. Dalacha. Ke, quyonim ne bo'ldi? Tik tik. Nimaga qilmaymiz? To'xta. Opa. Osmonga otdi. 1 2 Sen nima qayerga borgansan? Qayerga bor? Sen oting nima deyiladi endi? Ismi Hoji. Nima deydi? Hoji. Haji. Ye, yalla ke. Hey. Qayerga? Yur. Magazinga chiqa. Magazinga. Pulini ber, Amina. Pulini ber qizim. Haydori. Gaylarimiz o'zimizda. Chekkaga turamiz. Ketdik, jim. Aqlli bola bo'p. Puling qancha bor? Ber pulingni. Nimaga? Muhammad yur. Amina. Ocham qoniga. Ashitdi, uyda. Ke bolacham. Bolachani. Ha. Butun boshli mahallani to'ldirib yuramiz shunaqa. Kela qol. Muhammad, Amina. Mashina. Chutda tur. Kiy tapchikin kiy. Muhammad, ke o'g'lim. Ketdik. Hammamiz biz ko'chaga chiqqanimiz bilinish kerak. Ketdik. Yura qol. Imron yur. Imron yur. Ushlab ol, ke. Amina ke. Amina olmog'is kampir yeb ketadi. Tez bo'l, yolmog'is kampir yeb ketadi. Gulmirabcha, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Ha, keliq. Ha, bu puling nima? Kelaqa. Chop. O'ynadimi? Qandasizlar? Ha. Siz gapirib ketavering, kunlar ishlar. Ha. Bo'ldi, yig'ib oling. Kelaqon. Mushuklar, hayvonlar yaxshi ko'radi mana sizlarga. Tabiiy. Ko'rib qolsa bo'ldi, yugurib ketadi. Yo'q, ko'shka uyada. Ketdi uyiga ko'shka. Ko'shka aqlli, ota-onasining gapiga kiradi. Kel, Amina, kelaqa qizim. Biz bog'chadan kelgandan keyin shu bolalarni nima deydi? Ovutish maqsadida shu magazinlarga olib chiqib, har xil narsalar olib beramiz, xohlagan narsalarini. To'xta, ke. Ko'shkaga ketdi ana qizim bu yoq. Ko'shka yo'q. Amina, ke qizim. Voy. Meni bir dona ichamda bu. Asal qizim. Asal. Umar ketdi uyiga opasining yoniga. Ma, so'kchayam ol. Xo'p, shunaqa beraman, shunaqa zivachkamu.
Zvachkami bu? Ha, beraman, ochib beraman. Zvachka ber, zvachka. Ana, zizimi? Shu 5 ta pachka ber. Ha, ochaman, yur. Ha, 5 ta. Ma berdim. Ma. Yuringlar endi. Umar. Aynan shuni gapiring. Ma. 4 ta, 5 ta. 5 ta tur. Ham yur uyga endi, yur. 5 ta tur. 20 ming. Voy. 20 ming. Zvachkang qanchadan? 25 ming bo'pti-da. Ma 25 ming. Ketdik, yur. Yur. Bo'ldi endi qo'lingdagi so'kkichib ol. Yur. Qo'lingdagi so'kkichib ol. Ketdik endi. Ha, qayerga ketdi? Umar. Ha, ket. Ochib beraymi? Qani buni qo'lingdagi? Ha, uyga ketdi, uyga. Hozir qo'lidagi qani? Men qo'lidan o'zi tushib qopdimi? Ha. Hali almashtirib, chip bor, yo'q bo'lsa. Ke cho'pi borni almashtirib oling. Ma cho'pi bor. Yur, ochib beraman, yur. Cho'pi boriga ochib beraman, yur. Yur, mashinaga ol. Mana ochib beraman. Oyoq kiyib chiqqan. Ma ochib beraman. Ochib bering. Ma ochib beraman. Nima ochib? Ochib ber. Mana ochib beraman. Men suv ichaman. Ochib bering. Ochib beraman hozir. Ochamayapti. Ochib bering. Ochib bering. Ketdik, yuringlar. Yur. Ketdik. Yuringlar endi. Ketdik, yuringlar endi. Ketdik. Shu bolalarimni mana bog'chadan kelgandan keyin magazinga olib chiqib sotib oldim-ku. Yo'q. YouTube'da ko'radi. Ochib bering. Mana ochib beraman. Shunda bolalarimni ta'minlab, aldab dedi-ku. Shunaqa yuraman. Endi charchaguncha kechki payt bog'chadan kelgandan keyin ham o'zi bular mashaqqat. O'zi 2 soat qaraymizmi yo'qmi kechgacha? Uni o'zi katta mashaqqat. Shanba bozor, dam olish kunlari ba'zida yuragim orqaga tortib turadi. Qiy-chuv hozir yugur payti-ku. Hozir mana kelguncha guvohi bo'ldilaring, hammasi har qayerga chopadi. Mashina kelishi bor, boshqa bor, baribir xavotir olaman. Shuning uchun detskiy poliyalarga, shu bolalar maydonchalariga olib bormasam, ko'proq hovlida o'ynashadi. Ba'zida shunaqa magazinlarga olib chiqib, shularni xursand qilaman. Baribir arzimagan narsa-yu, bolalar shundan xursand bo'ladi. Hammasi har xil dunyo, ko'rgan bo'lsanglar. Bular hozir odam borligiga ozgina o'zini bosib turibdi, chunki odam o'rganib olguncha shunaqa indamay yurishadi. Bu ularga farqi yo'q. Tarqab ketishadi, qo'yniga ham chiqib oladi xuddi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, u xoh tanish bo'lsin, xoh begona bo'lsin, bog'chada mana burnini qashqa qilib kelibdilar. Endi nima bo'lganini sekin so'rab olamiz. Bolalar bilan urishadi, boshqa qiladi. Ha, yutib yubordingmi? Mana yutib yuborishadi tezachkani. Ma, yutma, chayna. Chayna, solib qo'yaman. Yur endi, mashinaga ot, yur. Ta'riflaganim Usmon, bunisi egizagi, Imron. Bunisi Muhammad, bunisi Amina. Bittam. Muhammadim seryozniylar. Akamiz. Bo'ldi, tugadimi? Bo'ldi, yur endi musorga tashlaymiz. Uyda borsak yopishtiramiz. Cho'ntagingga solib qo'y bola. Mehmonlar ketsin, keyin yopishtiraman, xo'pmi? Xo'pdi. Yur mashinaga o'tdi qizim. Biz oilamizda egizaklar, xo'jayinim turmush o'rtog'im tarafdan ham bor. Bizni o'zim tarafdan nanam bor. Eng qizig'i onamning amalari ketma-ket 3 talab egizak tuqqan. Shu gen surib menga to'g'ri kelib qolgan shekilli. Biz mana ketma-ket egizak ko'rdik, Xudoga shukr. Doktorlar aytishuvdi,
Yana agar farzandli bo'lsang, egizak ko'rasan deb. Endi bunaqa tavakkal qila olmayapman, chunki mana shu to'rttasini o'zi sho'xligi yetib turibdi. Ha, endi musorga tashlaymiz, yur. Xudo xolasa endi bularni eson-omon katta qilib olsak, umrini, rizqini, aql hushini Allohdan so'rab sekin yuribmiz bir chekkada tingir-tingir qilib. Shu. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Zo'r.
dengiz va Imron. Dengiz va biz. Dengiz. Bazen dengiz. O'rtoqlar, biz o'sha Qizil dengizdamiz. Dengizni havosidan mazza qilib to'y nafas olamiz. Chunki bu yoq havolari ham har xil nafas yo'lidagi kasalliklarga davo emish. Bu yerda. Farzandlari o'ynab yuribdi. Qolganlarni ovoz ko'rsataman ham har xil joyda. Bu yanga. Ishqilib bizni bolalardan hech narsa qolmayapti. Ey, to'xta. Ha. Usmon, ke.